Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qabr egasi sizmisiz? Ha, Bitta narsa so'rayman, xafa bo'lmaysiz. Shu qabristonda go'rkov bo'lib ishlayman 30 yildan beri. Bu yoqqa o'taman, shu qabrdan juda bir qattiq ovoz chiqadi, qiynalayotgan. Bu qabr egasi yosh kelincha ekan, nima ish qilgan o'zi bolam? Onasi qarang, zo'r narsalar olib keldim. Nima olib keldingiz? Masga bunaqa narsa olib keling demadimmi? Mana jiyanlarga olib keldim. Erimni ishi yaxshi emas. Ertalab ketadi, kechki payt keladi. Men pulni olganda uyingga bozor ochar qilib qo'ygin. Kiyimni senga oldim. Qanaqa ersiz? Dedingiz ham yo'q. Men bunaqa kiyim kiymayman. Onangizga olib borib bering, onangiz kiyarlar. Yaxshi ham ekan bor, pul tashlab ketdilar. Ota tarbiyasini ham olmagansan desan. Ha, kuyov, bu yoqqa seni kutib turdim kakras. Otamga til tekkizsan, seni yetib qoldi. Sal o'zingda bo'lib yuravergin. Nima deb noto'g'ri gapiraman? Haqiqatan otasidan tarbiya olmagan qiz mana shunaqa bo'ladi. Akasiga, oilasiga borib yetkazadi. Ayol kishi uydagi narsani ko'chaga olib chiqish kerak emas. Sizlarning otanglar otayu, bizani ota-onamiz ota-onamiz. Siz necha marta gapirsa, ayol kishi ojiz deb indamasdan ketdim. Okey, bunaqa tiklanib kelmang keyin safar. Chakangizni sindirib qo'yaman. Ha, qayerga ketyapsan sen olib? O'rtoqlarim bilan o'tirishga. Ha, menga qara, erdan so'ralmaydimi? Ellik qilib nima qiluvdingiz menga? Ho'y, agar ostona hatlab ko'chaga chiqadigan bo'lsang, borib talog'ingni berdim. Bilganingizni qiling. Bu qabrni egasi mana ayolim. Hech qanaqa yomon ish qilmagan. Sendan ming roziman. Alloh rozi bo'lsin sendan. Alloh rahmatiga olmasin. Kimdir norozi qilgan ekan, endi rozi bo'libdi-da, tinch yotibdi.